يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz muhtaram musulmon qarindoshlar, mu'minlarga nido darsimizning bugungi qismisi xiyonat haqida bo'ladi. Xiyonat eng ig'ir jinoyat, kechirgusiz qilmish. Mayli u kim tarafdan kimga qilinsin? Masalan, davlatga xiyonat qilingan bo'lsin, jamiyatga xiyonat qilingan bo'lsin, ya bola tarafdan ota-onaga qilingan bo'lsin, ya ayol tarafdan eriga qilingan bo'lsin, yoki ishchi xizmatchi tarafdan ishlatgan xo'jayinlar tarafga qilingan bo'lsin, bu kechirilmaydigan eng ig'ir jinoyat va qabih bir ish. Buni har qanday millat, har qanday xalq ayiblaydigan ish birodarlar. Buningda musulmon kufr deydigan sifat muhim emas. Musulmon bo'lsa-mu yoki kafir bo'lsa-mu, o'rtaq xiyonatni yoqtirmaydi va xiyonatni kechirmaydi. Bu xiyonat eng ig'ir jinoyat. Mana Alloh subhanahu va taolo biz mu'min musulmonlarni bu xiyonat haqida yo'l yo'riq berib, Sura Anfalning 28 oyatida ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum va auladukum fitnah va annalloha indahu ajrun azim degan oyat karima bilan xiyonatning islom dinida keskin haromligini va ig'ir jinoyat ekanligini Alloh bizga bayon qilib berdi. Allah Teala en güzel ismimiz bulgan musulmanlık süptimiz bilen, mümin musulman degen isim bilen Allah bizni çağırıp la tahunullah, Allah'a hıyanet kılmanlar deydi. Aziz karındaşlar, mana bunu bir türküm ulamalar Allah'a hıyanet kılış degen Allah Teala'nın periz kılgan perizleriga sal qarash, pervasız qarash. Musulmon o'zining ustidagi perizlarini, ibadetlerini vaqtida to'liq ado qilmaslik. Allah cheklagan ishlardan yonmaslik. Allah Taala to'sqan ishlardan o'zini elib qochmaslik. Mana bu Allah subhanahu va taologa xiyonat qilganlik degan. Peygamberge xiyonat qilmanglar degani payg'ambarning sunnatini kichik hisoblab, sunnatga inkor qilmay, amal qilmasa gunohkor bo'lmaydi deb sal qarab sunnatga amal qilmay, sunnatni tashlab qo'yish bu xiyonat qilganlik. Yoki bugungi bir qism jamoatlarga o'xshash biz Qur'on bilan amal qilamiz, Qur'on bilan erishimiz, Qur'on bo'lsa bizga yetarli, hadisga amal qilmaymiz degan mana bu kishilarga o'xshagan buni o payg'ambar alayhisolatu vasallamga xiyonat qilganlik aziz qarindoshlar. Demak, birinchi Allah subhanahu va taologa xiyonat qilish Allohning diniga ko'ngil bilmasdan, Allah'ın dinini qo'g'dimasdan, Allah'ın dinini himoya qilmasdan, Allah'ın dininin bütün insanların ijtimoiy, siyosiy, umumiy hayotining asosi o'lcham, qonun nizomi bo'lishga harakat qilmagan inson u mu'min bo'ladi ekan, musulmon bo'ladi ekan, u
Allah'ın aldığında hain, Allah Teala'nın aldığında xiyonatkor insan hesaplanır birodarlar. Mana bu xiyonat türü hakikaten köp. Biz tüvende Müslümanların üstüge yüklengen türlük teklifatlarını, amanetlerini deyimiz. Ve Müslümanlar o amanetlerini ada kılmay, xiyonat kılgan bu amanetlerini deyimiz. Allah ve tehunu emanatikum entum ta'lamun. Şu ayetinin kerimede, ayet kerimenin keynide siz Allah'a xiyonat kılmanlar, peygamberge xiyonat kılmanlar dep bolgandikin bölüp turup üstünlerge yüklengen amanetlerge xiyonat kılmanlar ey Müslümanlar, ey mümin bendelerim deydi Allah. Men Müslüman, men Allah Teala'nın kulu, mening yolum Allah'ın yolu, mening hayat mizanım Kur'an-ı Kerim, men Allah Subhanahu ve Teala'nın razılığını izleydiğin şahıs diyen kişi davamlı hain bulap kılıştın, xiyonatkor bulap kılıştıktan qanday qilish gerek? O saqlanish gerek. Ve bunundan davamlı özünü ip geçiş gerek. Mana Allah Subhanahu ve Teala'nın bölüp turup sizlar üstünlarga yüklengen amanetga xiyonat qilmanglar degan bu amanetlerin ichidan birisi taklif amaneti. Aziz birodarlar, Allah Subhanahu ve Teala hain bo'lmasning yo'lini ko'ksitib deydi: "İnnallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Hakikaten Allah Subhanahu ve Teala sizlarni amanatni öz ahliga, şu amanatning egalariga qaytirishga ve ado qilishga buyuruydi deb Allah Teala amanatni öz egasiga ba dedi. Demek bu yerde amanet degan bu söz köplekni uqtirib turadigan söz bilan keldi. Amanet köp, türü xilmu-xil. Müslüman birini ada kılgan bilen yeni birini ada kılmasa, yani o İslam'da hain hesaplanıdı ve xiyonatkor hesaplanıdı. Mana bu amanetlerinin birincisi din amaneti aziz birodarlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıp inna araznal amanata ala semavati vel ardi vel cibal fa abayna en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalahal insan innal insane kana zalumen cahula. Biz amanetni asmanlığa, ziminliğa, tağlığa tanladık. Sila bu din amanetini, iman amanetini sila ada kılınlar. Sila üstünlüğü elinlar da biz tanladık onu. Bu mahluka asman, zimin, onu üstüge eliştin, üstüge ağılı unumedi. Onun o amanetinin eğirliğinden korktu. Mana bunu insan üstüge aldı deydi. Demek bu din, bu Kur'an amaneti tağlı mı, denizli mi, yer şarı mı, asmallı mı? Onu üstü gelişinin korkan amanet birodarlar. Bu en mukaddes, en büyük bir amanet. Ne için? Çünkü bu din amaneti eğer dünyada qoğdiladikan, din amaneti himaye qilinadikan, bütün beşeriyetke, insaniyetke baxt-saadat, hatta beşeriyetten eşib dünyadaki mahlukat, mevcudatlığı hemmisiga baxt-saadat. Eğer din amaneti qoğdalmasa, Kur'an amaneti qoğdalmasa, Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ilahi yolu qoğdalmasa, dünya buzuludu. Dünya halak buludu. Onunla ergişip dünyada nurgun mahlukat, mevcudatlar hemmesi halak buludu. Mana bugün qarab bakın, zalimlar, tecavüzçiler, nurgulluğun başka xalqlarning, başka milletlerinin vatanlariga, devletlerine
tajovuz qilib kirib, ularning inson haqlari, ularningki erkinligi, ularning bayoshat turmushi hammani buzib, hatto ularni yurtlaridan qo'g'lab chiqarib sargardon qilishdan sirt shu zimindagi dal-daraxt, uy, imorat hammasi buzildi. Hatto u yerdagi yashayotgan jonliq mahluqotlar hammasi o'ldi yoki o'lish girdobiga bordi. Shunchalik ig'ir azobga qoldi aziz birodarlar. Demak, bu din amonatini insonlar himoya qilmagan chaqda mana dunyoda birinchi bo'lib zulm boshlanadi. Zulm kishilarning qonini to'kish bilan, melinini bo'lan talon qilish bilan, vatan tuproqlarini o'zininki qo'liga kirgizish bilan, ya'ni uni mustamlika qilish bilan, u xalqni o'ziga qul qilib ishlatish bilan dunyo buzilishga boshlaydi aziz birodarlar. Allah deydi, bu omonatni inson ko'tardi. Haqiqatan inson zolim, ya'ni zulm qilguchi bo'ldi va nodon bo'ldi deydi. Bu yerdagi inson omonatni ko'tarish bilan o'ziga zulm qilgan emas. Omonatni ko'tarib, layoqida ko'tarmaslik bilan, omonatni haqiqiy omonatga ega bo'lmaslik bilan o'ziga o'zi zulm qilgan. Aslida inson bu omonatni ko'tarsa dunyoga xo'ja bo'ladi. Dunyoga haqiqiy dunyoning egasi bo'ladi. Mana islom ummati 1400 yil bu omonatni loyiq shaklda ko'taryapti. Alloh subhanahu va taolo ularni 1400 yil dunyoga xo'ja qildi. Mana Uyg'ur millatimi bu omonatni 1000 yilga qadar haqiqiy loyiq ko'tardi. Bu din omonatiga haqiqiy loyiq ega chiqdi. Ta Sutuq Bug'roxondan tortib tajovuzchilarning qo'liga tushganga qadar bu omonatga haqiqiy ega bo'ldi. Bu ummat dunyoda hech kimning qo'li bo'lib qolmadi. Hech kim uni besib ololmadi, tuproqlarini yutib ololmadi. Bugungi kunga o'xshagan eng og'ir zulm, dahshatli kunlarga uchramadi. Ammo inson omonatni ko'tarib, men musulmon, men mu'min, mening ustimda din omonati bor, Qur'on omonati bor deb qo'yib, uni qo'g'dimasa, himoya qilmasa va uningki kengishi uchun hassisni qo'shmasa, mana bu vaqtda inson xuddi guharni qo'lida tutib turib, uni tunmagan, uning qadrini qilmagan bir nodon insonga o'xshash, u o'ziga o'zi zulm qilguchi bo'ladi va jahula u nodon deydi Alloh taolo. Mana bu qimmatlik omonatni layoqida tunmay o'ziga o'zi zulm qilguchi bo'ldi deydi. Allah subhanahu va taolo bu oyat-i karima orqali bizga bu omonatni yukladi. Shuning uchun birinchi Allah subhanahu va taoloni tunish, Allohning mahluqotlariga qarab tunish, Qur'oniga qarab tunish, Alloh taolaning dunyoni boshqarayotgan qiliqlariga qarab tunish, bu birinchi omonatning talabi. Mana bu omonat Allohni tunigandan keyin insonga payg'ambarlarning yo'li orqali bir hayot yo'lini sizib berdi. Va bu yo'lni sen hayotingga tatbiqla deb bu omonat bizni taklif qildi. Va bu yo'l orqali Alloh menga yaqinlashgan dedi. Demak, islom bu buyuk omonat. Bu omonatni payg'ambarlar orqali Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qildi. Payg'ambarlar mu'min musulmonlarga bir yo'l ko'rsatdi. Mu'min musulmonlar bu yo'l orqali Allohga yaqinlashadi, dunyoda baxtli bo'ladi va bu yo'l bilan haqiqiy loyiq yashash bilan Allohga qulchilik qiladi aziz birodarlar. Mana bu omonat birinchi din omonati. Sizlar Allohga xiyonat qilmanglar degan bu so'z bilan Alloh taolo bu dinni sizlar zayo qilyapmanglar. İslam dini sil orqali yo'qolmasin, sil orqali tugugmasin deydi. İslam dinini silining qo'linglar orqali tugatmanglar deydi Alloh subhanahu va taolo. Bu yerda bir muhim nuqta bor. Din ta qiyomat kunigacha mavjud bo'ladi. O din tugamaydi. Ammo uning qo'li orqali din tugugan. Masalan, Qur'on ko'ydirilgan, masjidlar yiqilgan, avlodlar diniy ta'lim tarbiyadan ayrilgan,
kishilarning hayoti Qur'onning o'lchimi bilan bo'lmagan mana bu davrdagi, mana bu zamondagi yashagan insonlar agar ular o'zining hayotini mana shu dinni qo'g'dash bilan, mushu dinni himoya qilish bilan o'tmasa, ana u eng dunyodagi xoin, xiyonatkor inson bo'lish bilan birga eng og'ir ziyon tortgan inson bo'ladi, aziz birodarlar. Ikkinchi omonat qalb omonati. Bilib turib sizlar omonatga xiyonat qilmanglar degan mana bu omonatning ichida qalb omonati. Alloh insonga qalbni berdi. Bu qalbni isloh qilish, qalbga haqiqiy to'g'ri haqni bildirish, qalbni o'ngshashni Alloh subhanahu va taolo insonning qo'liga berdi, aziz birodarlar. İnsanların ba'zisi qalblariga parvish qiladi, qalblariga kuyunadi, yana ba'zilari cho qalblariga ahamiyat bermaydi. Masalan, yurak kasali bo'lib qolsa, oldi bilan doktorxonaga berib, yuraklarni vaqti-vaqtida tekshirib turadi. Ammo uning qalbi nifoq bilan kasal bo'lgan bo'lsa, hasad bilan kasal bo'lgan bo'lsa, yoki kufr, shirk bilan kasal bo'lgan bo'lsa, yoki gunoh, ma'siyatga cho'kash bilan kasal bo'lgan bo'lsa, uningga hech kim parvo qilmaydi. Mana bu vaqtda insonning qalbi o'ladi, aziz birodarlar. Nimani xato, nima to'g'ri, nima haq, nima botil, buni u qalb his qilmaydigan bo'ladi. Mana bu inson o'zining jismi ichidagi eng muhim organik a'zo bo'lgan qalb a'zosini nobud qildi. O inson eng cho'ng ziyon tortquchi va o'ziga topshirilgan omonatga xiyonat qilgan xoin bo'ladi, aziz birodarlar. Alloh taolo qad aflaha man zakkaha dedi. Bu qalbni pokizalagan kishi nijot topdi dedi. Qalbni qanday pokizalaydi? Tabliğ nasihat bilan, o'zidan hisob qilish bilan, taat ibodat qilish bilan pokizalaydi. Va qad khaba man dassaha. Bu qalbni gunoh, ma'siyat bilan bulg'ugan kishi ziyon tortdi deb Alloh subhanahu va taolo mana qalbni poklagan kishini nijot topdi, qalbni gunoh, ma'siyat bilan bulg'ugan kishi ziyon tortdi deb Alloh bu yerda qalbdan iborat bir omonatni bizga berganligini bayon qildi. Mana bu birinchi omonat. Din omonati birinchi omonat. Ikkinchi omonat har bir insonga berilgan qalb omonati. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadisida insonning vujudida bir chaynam go'sht bor. Agar u go'sht o'ngshilsa, butun jasad o'ngshiladi. Agar u buzilsa, butun jasad buziladi. U bo'lsa-mu qalb degan. Demak, inson o'zininki qalbidagi o'y fikri, qalbidagi bilim ma'lumotiga qarab turib so'zlaydi, ish qiladi, hayoti shuningki ramkisi ichida bo'ladi, aziz birodarlar. Shunga qalbiga, ya'ni qalbini isloh qilishga ahamiyat bermagan, qalbni saqlayishga ahamiyat bermagan har qanday kishi birinchi o'ziga xiyonat qilgan, ikkinchi diniga xiyonat qilgan kishi bo'ladi. Üçüncü omonat olimlarning ustiga yuklangan dinni yetkazish omonati. Mana millatning baxt, saodat yo'li, bir xalqning izzat yo'li shu millatning ichidan chiqqan payg'ambarlarning varisi bo'lgan ulamalarga bog'liq. Agar bir millat ezib ketgan bo'lsa, haqni topolmagan bo'lsa, yoki o dunyoda eng xor bo'lgan bo'lsa, uning birinchi mas'uliyati olimlarning ustiga tushadi. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo olimlarga yetkizdingmi, tushundirdingmi deydi. Olimlar yetkizgan bo'lsa qutuladi, yetkizmagan bo'lsa qiyomat kuni ana u mas'uliyatni Alloh olimlardan so'rashdi. Bular bu omonatni zayo qilayotgan xiyonatkor hisoblanadi, birodarlar. Allah Teala deydi: "Ellezine yuballiguna risalatillahi ve yahşavnahu ve la yahşavna ahadan illallah." Allah'ın risaletini yetkizadigan ve Allah'dan qo'rqadigan kishilar, ular Allah'dan başka hech qanday bir kishini qo'rqmaydi deydi. Chunki Allah'ning omonatini ko'tarib yurgan insonning tayanchisi Allah bo'ladi.
Onun yardımcısı Allah buludu. O üstüdeki amanetni ada qilish yo'lida hech qanday narsaga parvo qilmaydi. Chunki u ko'tarib yurgan amonat bir millatning amonati, bir xalqning amonati. Agar o amonatni zayo qilsa, millat vayron bo'ladi, birodarlar. Xalq vayron bo'ladi, bir qavm halok bo'ladi. Shuning uchun u mana bu bir qavmni, xalqni halok qilib etmaslik uchun o'ziga qarab o'ltirmaslik kerak. O'zini ayab o'ltirmaslik kerak. Allah bu haqda o'zining xalqiga, millatiga yetkazishga tegishlik, bildirishga tegishlik to'g'ri yo'lni, haq yo'lni bildirmagan olimlarni Allah amonatni zayo qilayotgan, amonatni ustiga olmagan xoinlar deb xiyonat qilmanglar dedi Allah. Üçüncüsü peygamberlerge yetkizish amonati. Bu yerda Allah üstünlerge yüklengen amanetga xiyonat qilmanglar bilib turib degan payg'ambarning vazifasi nima? Yetkizish. Allah tarafidan o kavmiga haqni yetkizish, Allah Taolaning yo'lini yetkizish uchun avatilgan o. Shunga Allah Qur'oni Karimda ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik va illam taf'al fama ballagta risalata vallahu ya'simuka minan nas. Ey payg'ambar, sizga Rabbingiz tarafidan tuyg'izilgan Qur'onni, hukmni yetkizing. Agar unda qilmasangiz, yetkizmasangiz, siz Allah Taolaning risolat vazifasini yetkizmagan bo'ldingiz dedi. Allah sizni kishilardan saqlaydi. Agar payg'ambar 99 hukmni yetkizibdi, birini yetkizmagan bo'lsa, 99 oyatni yetkizibdi, birini yetkizmagan bo'lsa, o risolatni yetkizmagan bo'ladi siz birodarlar. Şuna payg'ambar xiyonat qilmadi. Allah sizni insonlarni saqlaydi. Sizni o'ltamoqchi, so'limoqchi, yurtdan chiqarmoqchi, dog'i asmoqchi, har turli sizga suiqasd qilgan insonlar bor. Ammo siz uning hisobini qilmang. Men sizni qo'g'dayman. Chunki siz mening elchim deydi. Mana ummatning olimlari bu sifat bilan sifatlanishi lozim. Chunki payg'ambarni Allah insonlardan saqlaydi degan ekan, shu payg'ambarning varislari, izbasarlari bo'lgan haqiqiy Rabboniy ulmolarni ham Allah subhanahu va taolo saqlaydi. Agar Allah ularni o'zining qishig'a eng sharafli ulug' maqom bilan olib ketishni iroda qilsa, Allah ularni shahodat sharbati bilan olib ketadi. Ummatga hayotini amaliy namuna qilish bilan olib ketadi birodarlar. Shuning uchun bir millatning olimlari xiyonat qilganlik, millatga xiyonat qilganlik o. Va bu payg'ambarlar Allah yo'lida yetkazishga tegishlik, ado qilishga tegishlik mas'uliyatlarni ado qilishda hech qanday malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydi. Nima desin? Qanday qalpoqlarni kiygizsin, qanday jinoyatlarni ustiga olsin, kishilar nima deb uni tillab haqorat qilsin, dushmanlik qilsin, u qiladigan ish haq, so'zlaydigan so'z haq, yo'l haq bo'ladi ekan, boshqasiga parvo qilmaydi birodarlar. Mana bu payg'ambarlarning yetkizish amonati. Allah bunun xiyonat qilmanglar deydi. Beshincisi hakimlarning huquq amonati. Har qanday 10 kishi, 100 kishi uningdan yuqori qanchalik odamga mas'ul bo'lgan huquqlar bo'ladi ekan, o huquqlar ana shu kishilarning ustidagi amonatni ko'targan kishi. Huquq amonat, mansab amonat, raislik amonat, boshliqlik amonat. Bu büyük amonat bu. Ig'ir amonat bu. Mana bu amonatni tuvandagi qissa bilan biz yuritib bermoqchi. 5-xalifa Umar ibn Abdul Azizning ayoli Umar ibn Abdul Azizni yo'qlab kiray deb
Umar ibn Abdulaziz namoz o'qiyotgan yerga kirgan chig'ida o ayol Umar ibn Abdulazizning inikini tutib turib yig'layotganligini, xuddi kichik bola yig'lagandek, bir ojiz ayol yig'lagandek yig'lab turayotganligini ko'rdi. Ayoli, "Hey Umar ibn Abdulaziz, nimishki yig'laysa? Nim bo'lding sana? Sen bir mu'minlarning amiri, xalifasi emasmi? Sen bütün musulmonlarga xizmat qilayotgan xizmatchi emasmi? Sen davlatni tinch qilgan, jamiyatni xotirjam qilgan, musulmonlarni baxtli qilgan, yurtni aman qilgan bundoq bir aziz va eng yaxshi bir podshoh emasmisan? Nimishki yig'laysa?" deganda Umar ibn Abdulaziz, "Voy ayolim, nima deysiz sen? Bu xizmat, üstümdeki xizmat meni yig'lashga majbur qildi. Men bu yerda o'tirib och qolgan, faqir bo'lib qolsa, kasal bo'lib qolsa, men uxmay qolgan yalang'och, ya'ni kiyimi yo'q, kiyim kiygidek pulusi yo'q kishi bo'lib qolsa, yoki qo'shiqi och qolgan yetim yesir bo'lib qolsa, boshqalar bo'zib ketgan mazlum bo'lib qolsa, yurtida turolmagan g'arib, dushmanning qo'liga tushib qolgan asir, yeshi cho'ngib qolgan musbet, uyida yolg'iz qolgan tul xotin, bola chaqalari ko'p beqib bo'lolmagan ota-ona va shuning o'xshagan shaharning, bu yurtning taraf-taraflarida mushundaq muhtoj kishilar bo'lib qolsa, men ularning hojatini ado qilolmagan bo'lsam, qiyomat kuni ulardan men savol qilinmamdiman. Chunki ular bizning boshliqimiz, bizning rahbarimiz, bizningki cho'ngimiz, mana paloni deb turdigo deb Umar ibn Abdulaziz shuningdan yig'lab ketganiz, birodarlar. Allah qiyomat kuni mening oldimga yuzma-yuz chiqib, "Ey Abdulaziz, paloni och qoldi, pustoni qarzdor bo'lib qoldi, pukini dushmanning qo'lida ezildi, pukini yetim bola xor bo'lib ketdi, pukini tul xotin uyda uxlayolmadi. Ey Umar ibn Abdulaziz, sen shularning bashi emasmiding? Sen shularning xizmatiga ega bo'lmaganmiding? Uning holiga boqmadingmi? Ahmiyat bermedingmi?" deb so'rab qolsa, men nima deb javob beraman deb Umar ibn Abdulaziz yig'lab ketganiz, birodarlar. Demak, huquq, musulmonlar bergan bu huquq amonat. Musulmonlar sana ishonchi qilib, sana huquqni topshirdi. Seni voy cho'ngimiz, beshimiz degan dedi. Sening atrofingga to'plashdi. Ana uning hammasidan qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolaning oldida sen savol qilinasiz, birodar. Shunga bu amonatga, o amonatni ado qila oladigan, mas'uliyatidan chiqa oladigan kishilar ega bo'lishi lozim. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning qishig'i Abu Zar radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ala tastamilni, voy mana bir xizmat bermamsan, meni amalda qodir qilmamsan, men bir bosh bo'lsam-chu" degan chaqida Payg'ambar alayhissalatu vasallam uning duuliga do'stlar qo'li bilan birini urib turib dediki, "Ya Abu Zar, innaka za'if" dedi. "Ey Abu Zar, sen ojiz, ya'ni sen bag'ring yumshoq, sen bek bir mehribon odam. Bu degan katta amonat, bu degan qiyomat kuni nadomat, rasvolik. Faqat uni haqqi bilan elib o'zining ustidagi bu haqni ado qilgan bo'lsa, buningdan qutulib qoladi, bo'lmasa bu degan rasvolik, qiyomat kuni nadomat" deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana bu huquqni omonat ekanligini ko'rsatib qo'ydi, birodarlar. Demak, oila beshi oilasidan qiyomat kuni savol qilinadi.
birer partiyanın beşi, ya teşkilatının beşi, cemiyetinin beşi, cemaatning beşi, devletning beşi, agar o shu huquqni ustiga olgandan keyin butun fuqarolarga, o'ziga ishongan agash kuchlarga, haqiqatan bolalarga, o'ziga, oilasiga kuyungandek kuyunib ko'ngil bilmagan bo'lsa, birinchi ularga adil, barobar muomala qilmagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolaning oldida mana bu omonatni olganligiga qiyomat kuni xiyonat bilan jazolanadi dedi birodarlar. O xoin bo'ladi ummatning ko'zida. Qur'onning ko'zida xoin bo'ladi o. Oltinchisi, ish beshidagilarning xizmatchilarni xizmatga tayin qilishi bu bir omonat. Mayli do'kon ochgan, do'konning xo'jayini bo'lsin, mayli bir jamoatga ega bo'lgan jamoatning amiri bo'lsin, mas'uli bo'lsin, yoki davlat bosh bo'lgan davlatningki boshlari bo'lsin, kim bo'lsin, o'zining tuvan qo'l ostidagi odamlarni ishga urinlashtirgan chog'ida haqiqatan ularni shu o'ziningki o'ziga loyiq ishga urinlashtirishi, ularga haqiqiy kuyinishi lozim aziz birodarlar. Mana Umar roziyallohu anhu bu haqda bir kishini xizmatga tayinlab munda dedi: agar sana insonlar o'g'illik qilib yoki bo'lanchilik qilib kelib qolsa qanday qilasan deganda, o xizmatchisi qo'pab men qo'lini kesaman dedi. Jazolayman dedi. Umar roziyallohu anhu anda bu qolsa sening fuqarolaringdan birasi och qilib yo ishsiz qilib kelsa men sening qo'lingni kesaman dedi. Demak, o'g'ri nima uchun o'g'irlik qildi? Bo'lanchi nima uchun bo'lanchilik qildi? Oldi bilan shu kishilarning masalasini hal qilish kerak. Qiyinchiligini hal qilish kerak. U vaqt o'g'irlik qilmaydi o. Umar roziyallohu anhu Allah bizni mana bu shu kishilarga xalifa qildi. Och qolganlarning qo'sqini to'yg'azg'ili, avrati oshkor bo'lib qolganlarning avratini yopqili, qiyinchilikqa bog'lining qiyinchiligini hal qilg'ili. Qisqasi mana bu Alloh subhanahu va taolaning bandalarining ichida adolat bilan, haqiqat bilan xizmat qilg'ili Alloh bizni bu xizmatga o'rlashtirdi. Shuning uchun qo'lini kesaman, o'g'illik qilsa qo'lini kesaman, bo'lanchilik qilsa qo'lini kesaman, gunoh ma'siyat qilsa urman emas, oldi bilan mush ishlarni qilishdan burun buning oldini olishing kerak deb Umar ibn Xattob roziyallohu anhu dedi. Demak, kishilarni ishga urinlashtirish, ularga o'ziga loyiq o'rin mansablarni berish va har bir kishini bekor qo'ymaslik bu huquqdorlarning ustiga omonat bu. Oltinchisi, vacib bo'lgan omonat. Her bir insanın üstüge vacib bo'lgan omonat aziz birodarlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda kullukum ra'in va mas'ulun an ra'iyatihi va huwa mas'ul fal imamu ra'in va huwa mas'ulun an ra'iyatihi var rajulu fi ahlihi ra'in va huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyah va hiya mas'ulatun an ra'iyatiha dedi. Hamma padişah. Xuddi bir pada baqqan kishiga o'xshash mas'uliyat ustiga olgan mas'uliyati bor kishi. Mas'uliyatsiz jamiyatda hech bir kishi yo'q. Va o'zininki padisidan mas'ul. Ya'ni qo'l ostidagi uningga tava bo'lgan narsadan mas'ul. Ilm egasi bo'lsa ilmidan mas'ul. Tini saq bo'lgan bo'lsa sog'liqdan mas'ul. Ko'ngli xotirjam bo'lgan bo'lsa xotirjamlikdan savol qilinadi. İmam, Müslümanların imamı. İmam degan bugungi kunda yurt cho'ngi, yezi boshlig'i, nahiyaninki boshlig'i degandek ma'noda
imam umuman padichi umi o'zininki xalqidan mas'ul. Agar bir yurtda masjidning imomi bo'lgan bo'lsa, shu masjidga keladigan butun jamoatdan bir yurtning, yezining, kanitning beshi bo'lgan bo'lsa, shuningdan mas'ul aziz birodarlar. İnsan o'zi oilasida padichi u. U oilasidan mas'ul. Bir odamning ayoli bo'lgan bo'lsa, oila boshlig'i ekan, uydan mas'ul. Balalardan mas'ul. Ayol kishi erining uyida padichi, u shu padisidan mas'ul. Xizmatchi xo'jayinisining melidan padichi, u o'zining padisidan mas'ul. Demak, mana bu hadis her bir kişiye amanet yükledi ve amanetini üstüge alıp attı. O kişi onundan mesul. Bu yerde ailesinden mesul. Ayal irinin üyüdün balalardan mesul. Hizmetçi özününki hocayinisinin tapşırgan işlerden mesul. Her bir şahıs cemiyetteki özüge nemi tava bo'lgan bo'lsa, uning ustiga nemi yüklengan bo'lsa, ana o onundan mas'uliyati bo'ladi. Innalloha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah subhanahu va taala amanatlarni ahliga qaytirishga, ado qilishga buyuruydi. Demak, bu kishilar o'zining mas'uliyatidan chiqish kerak. Mesela tefsili bayan kılıdığan bolsak, bir okutkucu ustaz, okuvchilardan mas'ul. Okuvchilarga kuyendi mi, köngül bildi mi, to'g'ri yo'l ko'rsatdi mi, axloqini rusladi mi, uningga haqiqiy ibodat yo'llarini bildirdi mi, Alloh taolaning dinini o'rgatdi mi, yoki uningga bir islomni tafsili tushundirdi mi, uningga mas'ul. O'qituvchi o'zininki o'quvchilardan, ustoz taliblardan mas'ul. Darsni bir bilan qo'ygan bilan yoki maktabga borsa, maktabda darsni o'tab bilan chiqayotgan bilan u mas'uliyatdan qutulolmaydi. Qiyomat kuni Allohning oldida bir ustoz, uning aqidasi qanday, fikri qanday, axloqi qanday, o'qib bo'lgandan keyin nimish qildi, qanday yashadi, hammasidan mas'ul. Doktorga elib bersak, doktor kasalligidan mas'ul. Haqiqatan uning kasalini bilib davoladimi, bilmay davoladimi? Uningga bergan dorilarda bekitilgan baho bo'yicha berdimi yoki o'zining manfaatini ko'zlab yuqori qimmat baholiq dorilarni berdimi? Saxta dori berib davoladimi yo haqiqiy dori berib davoladimi? Mana buningdan mas'ul. Tijoratchi jin mal satdimi yoki saxta malmi? Mal bahosini setib olg'uchi kishini bilmaydi deb yuqori setib oldimi yoki normal satdimi? Buningdan mas'ul. Agar bir binoni loyihalagan bir ustam bo'lsa, injener bo'lsa, bu bino haqiqatan 30 yil, 40 yil chidaydigan, uningda tug'an kishilarga ziyon zahmat bo'lmaydigan bu holatida loyihaladimi yoki uxlab yetib loyihaladimi, buningdan mas'ul. Bir yo'l yasag'uchi kishi bo'lib qolsa, uningdan mas'ul. Bu yo'l haqiqatan o'lchamga loyiq bo'ldimi, bo'lmadimi? Yuna o'rgatgan kishi shogirdlardan mas'ul. Bir yunavan yunurini qo'lining uchida saxta yoki qilib qildimi yoki haqiqiy shu yunaga kuyunib, ko'ngil bo'lib qildimi, buningdan mas'ul. Demak, aziz birodarlar, bu omonat mana shunda musulmonlarning ustiga yuklangan, har bir shaxsga yuklangan aziz birodarlar. Shuning uchun biz hamma soha o'zimizning ishlarga o'lchamlik, qoida yusun bilan qilishimiz lozim. Dori yasaydigan dorigar pulnilam ko'zlab, kasalning ahvoliga qaramasdan dori yasagan bo'lsa, doktor
pulnilam ko'zlab, bemorning ahvoliga ko'ngil bilmagan bo'lsa, o'qituvchi ustoz savobnilam ko'zlab, shogirdlarga ko'ngil bilmagan bo'lsa, oilasiga, bolalarga kuyonmagan bo'lsa, qiyomat kuni hammasi Alloh subhanahu va taolaning oldida omonatga xiyonat qilgan xoinlarning qatoriga qo'yadi, birodarlar. Demak, ummat bu xil mas'uliyat egasi bo'lishi kerak. Omonatni zoya qilmaslik kerak. Allah qiyomat kuni "Fa robbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Sizning Rabbingiz bilan qasam qilamanki, Allah o'zim bilan qasam qilamanki, biz ularning hammasidan, boydin, oila boshlig'idan, olimdan, davlat boshlig'idan, jamiyatchidan, ishchidan, hamma sohadan qilgan qilmishidan bir-birlab hisob olamiz. Uningdan savol so'raymiz deb Alloh taolo o'zi bilan qasam qildi. Demak, hisob oldimizda bor. 8-incisi insonlarning 100 obro'yi omonat aziz birodarlar. Sana bir kishi ishini qilgan bo'lsa, sen uning ishonchisiga erishib bo'lib, uning sirlarini jamiyatga pash qo'ydigan, baraber axloqi, yomon axloqi bo'lib qolsa, uni jamiyatga oshkorlab o'tadigan. Mana bu omonat bu. Mesela bir ayol kishinin birisi o'zsa kuraplam, bu durustmi, durust emasmi? Onu birdemde tillaydigan, eyiplaydigan, bu bir omonat bu. Bugun kishilarning obro'yiga chaqiladigan, yuzini to'kadigan, her türlü böhtanlarni üstüge atadigan, bilmesden onunla qora töhmetlerini qilib, onu azaplaydigan kishilar bilsin ki Allah'ın aldığında hain o kishilar. Kıyamet günü hain o. Ümmetinin aldığında hain o. Allah özengler bilip durup amanetke hıyanet kılmanlar dedi. Çünkü Müslümanın qeni, Müslümanın meli, Müslümanın abroyu xuddi bir-biridan farqlanmagidek hurmatli o. Bunun chaqilg'ili bo'lmaydi. Sen bilmagan odamning ustida hukm chiqaradigan, oqdi, ko'kdi, yaxshidi, yomandi, undaqdi, mundaqdi deydigan nima haqqing bor sening? Islom buni ruxsat qildimi? Bir musulmon deb turib bu ishlarga kirmaslik lozim. 8-incisi ilmi amanet. Kitap yazıdığanlar bolsun. Mesela kitap tercüme kılıdığanlar bolsun. Ya ki davet kılıdığanlar bolsun. Çokum yazgan bolsa, qaysi kitapka tayinip durup yazdı. Tercüme kılgan bolsa, kimnin esiri, abduri kim, nereden aldı? Ya özününki icadiydi mi? Mana bunu hemmini menbeleri bilen uçuk yazış, bu amanet bu. Xuddi bugün torbetiga maqolalarni yo'tkaydigan yoki munberdan yeni bir munberga maqola yo'tkaydigan, ammo o'zining avtorini, asli avtorining ismini o'chirib o'tib yoki manbani o'chirib o'tib, başka bir menbeni, özünün menbesini ya özünün ismini onun üstüne koyup men kıldım deydigan bunda iş, bu kezzab bu, sahtfazlık, hıyanet bu. Allah bölüp durup bunda amanetki hıyanet kılmanlar deydi aziz birodarlar. Hatta başkalarının kitaplarını özününki namını tercüme kılıp özünün namını besip alıdığan, besip tarqıtып alıdığan, men tercüme kılgantimde neşri hukuku tecavüz kılıdığan, biz tarqıtış hukuku tecavüz kılıdığan, bu hemmisi hıyanet. Vatan amanet. Bir İslami vatan, İslami toprak, mana bizga o'xshagan, bu şu toprakning ustida tug'ilib, şu toprakda yashaydigan her bir kishiga uni dushmanning qo'lidan qo'g'dash, düşmanın kolundan saklaş, o onun üstüge amanet o.
Agar u tuproqning birda yeriga dushman tajovuz qilib kirgan bo'lsa, u tuproqni dushman besib olgan bo'lsa, uni ozod qilish, uni qo'g'dash musulmonning ustiga farz va musulmonning ustiga gadindagi qarz bu. Agar uning bilan parvo qilmasdan hamda ota-onalarimiz berib o'tibdikan buni, va ota-onalarimizninki bo'shanlik qilishi, sal qarishi bilan biz mushunda bulab qaptikanmiz, bizda amal yo'q, chora yo'q deb turib olgan bo'lsa, mana bu omonatga haqiqiy ega chiqmagan, omonatni qo'g'dimagan kishilarning qatorida Alloh subhanahu va taolo ustunlarga yuklangan omonatga xiyonat qilmanglar degan oyatning taktiga kirib ketadi, birodarlar. Masjid amonat, Qur'on amonat, sabiy quchoqlarimizdagi buvoq avlodlar amonat, erlarga ayollar amonat, hijab amonat, din amonat. Bu amonatlarni musulmonlar agar layoqida ado qilmasa, mana bular xiyonat hisoblanadi bu. Allah bilib turib omonatga xiyonat qilmanglar degan mana bu oyatning ichiga bu kishilar kirib ketadi bu. Bir davlat, shu davlatning ichida yashagan kishilarga omonat o. Aziz musulmonlar, la ilaha illalloh degan qarindoshlar, biz Allohning bu so'zini, Allah'ın bu yol yo'riqlarini haqiqatan o'zimizning hayotimizga tatbiqlash va u orqali o'zimizdan bir hisob qilish lozim. Shuning uchun insonning dini masjid qilam, masjidga kirib namoz o'qish, masjidga kirib Qur'on o'qish, masjidga kirib zikr tasbih aytish, masjidga kirib Allohga yig'lash bilan din bo'ladigan bo'lmaydi. Masjid qilam emas, faqat din başqalarga qilgan muomalalarida ifodalanib turadi. Muomala din, axloq din, ibodat din, Allohning kalomi Qur'onni hayotga tatbiqlash din, o'rgatish din va uni so'zlash din va uni himoya qilish din bu. Shuna musulmonlar biz masjidga kirib ibodatlarni yaxshi qilgan bilan o'zimizning shaxsiy ishlarga obdan ko'ngil bilib qilish bilan biz haqiqiy mu'min, muttaqi bo'lolmaymiz biz. Uni bu masjidni, dinni ibodat bilan cheklab qo'ymaslik, dinni axloq bilan cheklab qo'ymaslik, dinni to'liq tushunishimiz lozim. Çünkü İslam dinida musulmonlarning tuprog'i agar uningga dushman shunda besib kirsa, shu tuproqni qo'g'dash uchun, himoya qilish uchun va zolimlarning qo'lidan saqlash uchun o'lsang shahid va farzi ayn dedi. Chunki tuproq bo'lmadi, vatan bo'lmadi, musulmonlarning dini, obro'yi, musulmonlarning qimmati, musulmonlarning izzati, avlodi, nasli hech narsa bo'lmadi birodarlar. Shu musulmonlar bu Allohning diniga, payg'ambarning sunnatiga va ustiga yuklangan omonatga xiyonat qilmaslik lozim. Çünkü Allah la tahunullah, Allah xiyonat qilmanglar. Mana bu omonatlarning hammasiga xiyonat qilganlik, eng oxirida Allohga xiyonat qilganlik aziz birodarlar. Allohga xiyonat qilgan kishining jazosi qanday bo'lib ketadi? Allah o kishidan qanday hisob oladi? Çünkü Allah subhanahu va taolaning dini ustida durust bo'lmagan kishi dinning mevalaridan hech qanday narsaga erishmaydi. Qiyomat kuni o jannatga kirolmaydi, hisobni berolmaydi, qiyomat kuni do'zax azobidan qutlanmaydi, bu dunyoda aziz bo'lolmaydi, hur bo'lolmaydi, baxtli bo'lolmaydi, xotirjam bo'lolmaydi. Oldi bilan durust bo'lish,
Şeriatning sizgan siziqining ichida bo'lish, Qur'on ko'rsatgan ko'rsatma bilan bo'lish, bu insonga dinning mevasini beradigan yo'l bu. Demek aziz birodarlar, musulmon Allah'ning kitobiga haqiqiy uyushgan chog'ida, Rasulullahning sunnati bilan yashagan vaqtida, dinga to'liq amal qilgan vaqtida, o Allah Teala'nın oldiga berib, o dinning mevasini ola oladi. Her bir inson o'zining qilgan amaliga qiyomat kuni hisob beradi aziz birodarlar. Shunga vaqt bu qilgan ishlarimizda xiyonatkor bo'lib qolmasligimiz uchun qattiq tirishish lozim. Endi bu xiyonat nereden kelib chiqadi? Nima uchun inson xiyonat qiladi? Nima deb xoin bo'ladi desa Alloh taolo buni bayon qilib, va'lamu annalloh va'lamu annama amvalukum. Bilib qo'yinglarki, sizlarning mollaringlar, ballaringlar faqatla sinoq. Alloh deydi, sinoq. İnsan meli uchun xiyonat qiladi. Yoki tijoratni oqqizish uchun xiyonat qiladi. Saxtini jing deb sotadi. Nacharni yaxshi deb sotadi. Yoki huquqqa erishish uchun xiyonat qiladi. Mansabga erishish uchun xiyonat qiladi. Yoki ballariga kuyinib ko'ngil bo'lib o xiyonat qiladi. Demak, inson o'zining mol dunyosini saqlash, avlodlarining baxtli xotirjam bo'lishi uchun yoki bolarim huquqdan ayrilib qolarmi degandek, mana buning uchun xiyonat qiladi. Bu bir imtihon, sinoq deydi Alloh taolo. Sizlar bunga qaramanglar. Biz nurg'un kishilarni ko'rgan. Men endi musulmonlarning orasida qatnashib yursam, bolarim huquqdan ayrilib qoldi, xizmatdan haydilib ketadi deganlarni. Aziz birodarlar, inson zakatimni bersam, buni birasi o'qib qolsa, shu sababdan mollarim musodir bo'ladi, do'konlarim taqilib qoladi, menga ig'ir jarimani qo'yiladi. Yoki men bu sababli boshqalarning qo'liga tushib qolaman deganni bahona qilib turib, üstüdeki malının zakatlarını, acizlarının hakkılarını, kembegillerinin hakkılarını, dinni qo'g'dash, dinni himoya qilishdan iborat bu haqni ado qilmagan insonlarni ko'ryapmiz aziz birodarlar. Allah eng og'zida mana bu ishga yig'injaqladi. Xiyonat mol bola uchun bo'ladi. Buni sizlar menga bir sinoqdanglar deydi. Va alamu Allah aningdekin Allah sizlar Allohning qishda katta ajri borligini bilinglar. Ballaringlarning manfaatini o'ylamay, mal dunyolarning manfaatini o'ylamay, ustinglardagi omonatni ado qilsanglar, Allah buning ajrini hisobsiz beradi. Shuning uchun aziz birodarlar, biz ustimizdagini ado qilsak, Allah subhanahu va taolo o'zining ustidagini ado qiladi. Allah o'zining ustidagini ado qiladi. Mu'minlar qachon ustidagini ado qilib, ey Allah, men üstümge yüklenginni qildim, qo'limdan kelganini qildim deb Allohga mas'uliyatni atadirken, men ado qilganimni qildim, endi sen ado qil deb Allohning ustiga mas'uliyatni ado qiladigan Allah har vaqt mu'minning yo'lini ochadi. Mu'minni aziz qiladi. Musulmonlarga chiqish yo'li beradi aziz birodarlar. Demek biz Allah'a xiyonat qilishdan, payg'ambarga xiyonat qilishdan, o'zimizning ustiga yuklangan omonatlarga xiyonat qilishdan saqlanishimiz bizni nijotlikka yo'liga erishtirishning yo'lidir aziz birodarlar. Eng og'izda bir millat o'zida din bormi? Payg'ambarning sunnati bormi? Allohning omonati qo'g'daldimi? Bunga qarash lozim. Eğer bu bo'lsa, din borken, payg'ambarning sunnati mavjudken, Allah Teala'nın ustiga yükleyen amonatni ado qilgan bo'lsa, u millatning vatani bo'ladi, izzati bo'ladi, hurligi bo'ladi, kelgusi bo'ladi. O millat dunyo va oxirat baxtsizlik bo'ladi. Allah deydi: "İnnalloha
ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Haqiqatan Allah sizlarni amanatni o'z ahliga qaytarishga ado qilishga buyurdi. Allah'ның amanatini Allah'a, Peygamberinin amanatini Peygamberge, her bir amanet igisinin amanetini öz igisine qaytarışga buyurdu. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın buyruğu, bu bir ibadet. Allah hemimizni dinde hain buluştan saklasın. Allah hemimizni hakta hain buluştan saklasın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.